Dolzarb muammolardan biri ayollardagi semizlik. Ayollarimizdagi semizlik, ortiqcha vazn, ya'ni tana vazn indeksining 30 dan yuqori bo'lishi bularni homiladorlik bo'lishi foizini kamaytiradi. Nafaqat homiladorlik, balki organizmdagi gormonal buzilishlar, tez charchoq, yurakdagi o'zgarishlar, xullas organizmni butun bir kasallikni rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shunday muammolar bilan, ya'ni semizligi bor ayollarimiz bizga kelganlarida birinchi navbatda semizlikni bartaraf etish yo'llarini ko'ramiz. Ya'ni gormonlarni tekshiramiz. Agar gormonlarga o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, buni davolash muolajalaridan boshlaymiz. Oxirgi tadqiqotlar natijasida shu narsa ko'rilganki, semizligi bor ayollarda eko IVF amaliyoti bajarilganda ko'pchilik ayollarda samarasiz bo'lgan. Shuning uchun tana vaznini har doim normada ushlab turish kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilgan holatlar kuzatilmasligi uchun sog'lom ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy tarbiya hamda regular jinsiy hayot. Yuqorida aytib o'tilgan tavsiyalarga amal qilsangiz, sizda hech qanaqa ginekologik gormonlarda buzilishlar kuzatilmaydi. O'zingizni ehtiyot qiling.